Futbolda Cristiano Ronaldo insoniylik borasida ham hammani mehrini qozongan. O'yin paytida Ronaldo tepgan to'p futbol muxlisini burnini qonatdi. Ronaldo unga borib futbolkasini berib undan uzr so'rayapti. Futbol paytida Ronaldo jarohat olgan raqibi Cavanini maydon tashqarisiga olib chiqib qo'yyapti. Bu ishni hamma ham qila olmaydi. Cristiano Ronaldo maydonda yotgan raqib darvozaboniga yordam ko'rsatyapti. Ajoyib kadrlar. Bu epizodga nima deysiz endi? Ronaldoni yiqitishgan paytda hakam penalti belgilayapti. Ronaldo o'zi borib penalti yo'q deyapti. Respekt. Ronaldo bu ishni birinchi marta qilmayapti. Darvozabon Ronaldoni yiqitgan paytda Ronaldo penalti yo'q deyapti. Sen qanday saxiy insonsan? Ronaldo jamoadoshining butsasini bog'ichini yechib beryapti. Chiroyli kadrlar. Ronaldo qilgan ishlarini ko'p futbolchilar takrorlay olmaydi. Haqiqiy futbol afsonasi. Ronaldo dastxat so'ragan qizaloqqa futbol to'piga dastxat qo'yib beryapti. Seni bu qilgan ishlaringni futbol unutmaydi. Menga obuna bo'lishni unutmang. Qiziqarli videolar har oldinda.